onam, otam hammalarini bir tiginga olmasdan gaplarini, boshqasini o'zimcha mana olamda kimdir bo'laman deb yuraveribman. Mahkum Mamajonov Bahodir Qodirovich 1981-yil Namangan viloyati Namangan shahrida tug'ilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-modda, 137-modda, 111-modda, 112-modda, 105-modda, 277-moddalari bilan 10 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston fuqarolari. Men yosh umrimda shu jinoyat olamida xazon qildim. Qaytarib bo'lmaydigan nimalarni, xatolarni qildim. Men shu jinoyat olamida o'zimcha kimdir bo'laman deb, nimadir bo'laman deb shuncha hayotimni, yaqinlarimni, onam, otam hammalarini bir tiginga olmasdan gaplarini, boshqasini o'zimcha mana olamda kimdir bo'laman deb yuraveribman. Mana endi otani yo'qotdik. Tabutlarni ham ko'tara olganimiz yo'q. Ona duolarini ololmayapmiz, qarib qolganlar ona. Endi yaxshi ko'rgan tog'am, yaxshi ko'rgan aka, opoda bizda endi nimada Shevada shunaqa aka, opodalar, ularni ham katta o'g'il nevara bo'lganman. Shunga erkalatib boqqan, shularni juda ham yaxshi ko'rgan insonlar edi. Shularni ham tobutini ko'tara olganimiz yo'q. Endi hozir katta bo'lib, o'zimiz ham nevaralarni ko'tarib yuradigan paytimizda mana yerda o'tiribmiz. Bu narsalar hammasi safsata ekan. Bu jinoyat olami, jinoyat hayoti, o'g'ri, boshqasi hammasi safsata narsalar ekan bular. Hayotda umuman yo'q. Yo'q, odam chalg'itish, yoshlarni chalg'itish shunaqa narsalar ekan endi. Shu endi men o'zimga kelsam, shu yoshlarga maslahatim yo'q narsa. U jinoyat olami yo'q umuman. Maslahatim o'qinglar. Qani menda hozir imkoniyat bo'lsa o'qir edim. O'g'limni yelkamda ko'tarib yurib o'qitardim. Qani menda shunaqa imkoniyat bo'lsa endi. Agar imkoniyat bo'lsa, inshaalloh o'qiyman. Hozir mana shu yerga kelib, mana shunaqa o'qishlar, kitoblar, hamma narsa bemalol bo'lib qoldi hozir. Mana shularni o'qib qarasam, umuman boshqa, boshqa dunyoda yurgan ekanman. Ancha o'qib, ancha tushunib, yetib shu narsalarga o'qish kerakligini, to'g'ri yo'lda yurishligini, bu o'zimizcha borib bitta narsani hal qilish, biz oddiy inson ekanmiz, bizga emas ekan unaqa. Borib organga обращаться qilish kerak ekan. Organ xodimlariga обращаться qilish kerak ekan. Biz nimani hal qila olamiz o'zimizcha bu katta bir dunyoda. Ming pushaymonman mana shu kirgan o'sha 18 yoshligimdan birin qamoqdaman. Agar bugun o'sha kunga qaytib qolganimda, men qaytib umuman jinoyat qilmagan bo'lardim. Bunaqa ishlar qilmagan bo'lardim, urushmagan bo'lardim, so'kishmagan bo'lardim. Endi nailoj pushaymonmiz, shu pushaymonligimiz bor. Boshqacha narsa qila olmaymiz. Lekin Xudo xolasa o'qiyman faqat endi bundan bariga ham. Endi qo'ldan kelgancha kitob, boshqa qilib, endi ko'chaga chiqib, onaning duolarini olishga harakat qilamiz. Faqat shunaqa qilib harakat qilamiz. Hozirgi kunda muhtaram prezidentimizni olib borayotgan islohotlari va endi o'zimiz ko'rib turgan narsa, mana endi muassasamizdagi boshliqlarni olib borayotgan ishlari, mana shu narsalarni o'qib, boshqa qilib, 99-2000-yillarda biz qiynalib o'zimiz ham pul topganmiz, ishlaganmiz bu yoqda, lekin bunaqa bugungi kundagi pul topishlar bo'lmagan. 17-yilda ko'chada shu harakat qilsa bo'ldi edi, pul topiladigan holat edi. Ko'chada 20-yilgacha ham shu ishlab pul topib yurdik.
oldin unaqa bo'lmagan. Bir so'm pul topish uchun qancha ishlash kerak bo'lgan, qancha yugurish kerak bo'lgan. U pulni ham keyin qachon beradi u pulni. Hozir bugungi kunda juda ham pul topish oson. Boshqa paytida biz o'sha hayotini yashab o'rganib qolmish shekilli. Inshaalloh endi chiqsak, borsak, inshaalloh endi onani ham duolarini olamiz. Boshqa qilamiz, ona ham duo qiladi. Har nimaga keladi, ketadi. Katta bo'lib qolganlar, o'tmishdan o'tganlar. Ovora bo'lib kelishadi, ovora bo'lib ketishadi. Ukalarim ham hamma ishini tashlaydi, bolalarning rizqini, boshqasini menga tashlaydi bechoralar. Ukalarim ham, opalarim ham hammasi yordam beradi endi. Boshqa qarindoshi bo'lgan. Biz bularning mana shu narsasini endi tushunyapmiz, oldin tushunmagan ekanmiz. Oldin o'zimizcha zo'rmiz. Bizga yordam qiladi, biz zo'rmiz, shuning uchun yordam qiladi deb yuravergan ekanmiz. Qilgan ishimdan eng pushaymonman. Qilgan jinoyatimdan, qilgan ishimdan prezidentimdan kechirim so'rayman. Xalqimdan kechirim so'rayman. Kechiringlar meni. Men mingdan ming kechirim so'rayman.